Hürmetli vatandaşım, leksimizi devamlaştırıyoruz. Mutaxassislar. Tayvan meselesi bu qatam Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uchrashganda söz işidigan mesele emas. Dikkat qiling bu mavzuga, hurmatli vatandaşlarım. Turan efendi ham nima deydi? Mutaxassislar. Tayvan meselesi bu qatam Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uchrashganda söz işidigan mesele emas dediği mavzulu haber 3. ayının 22. gün Amerika Ovazining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday başlandı. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson Beijing ziyoratini oxirlashtirib qaytib kelgandan keyin kishilar Prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning yuqori darajaliklar uchrashuv elib bordiganligi to'g'risida fikr qilishdi. Gerçi Tayvan meselesi Devlet İşler Katibi Tillerson'un Beijing ziyaretinde muhakeme kılınılan mesele bolmasın mı? Bırak Devlet İşler Katibi Tillerson'un Beijing rehberleri bilen görüşkende Cungo tarafının söz ibarelerini işletkenliği talaş tartış kozgadı. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping'nin uçuruşu Tayvan meselesiga berip çetelamdı yok. Kişilerinin dikkatini kozgadı. Devlet İşler Katibi Rex Tillerson'un Beijing'ni ziyaret kılgan mezgilde Cungo taraf bilen okşaş fikir kılganlığı bazı kişilerinin tenqidiga uçurdu. Mesela biz başta ne dedik? Dokunuşmaslık, karşılaşmaslık, özara hürmet kılış, hemkarlaşıp ortak galbi kılış. Yeniçi devletler münasibeti orntuşның bu 14 sözlük prensibi yoki Reis Xi Jinping'nin asası kanunu desin buludu. Muş sözünü bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson Beijing'da Reis Xi Jinping bilan ko'rishganda takrorladi. Bu qaytib kelgandan keyin bu ish Amerikada tanqid kuchirdi. Tanqid qilguvchilar o ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson Beijing'ning Tayvan, Tibet, Janubiy Jungo dengizi qatorliq masalalarga oid Jungo'nun canı menfaat göz karışını kabul kıldı deyişti. Yani anlamaman Tibet çıktı, onun kendi Şincan deyen gibi çıktı deyip oylayabilirsiniz buluyordu. Ne deydi? Jungo taraf bile okşaş fikir kılganlığı, mesela Tillerson'un Beijing'de Jungo taraf bile okşaş fikir kılganlığı bazı kişilerin tenkidi geçirdi. Tenkit kılgıçılar o, yani Devlet İşler Katibi Tillerson Beijing'in Tayvan, Tibet, Janubiy Jungo dengizi qatorliq masalalarga oid Jungo'nun canı menfaat göz qarashini qabul qildi deyishdi. An'anaviy fond jamiyat Osiyo bo'limining mudiri Walter Lohman haftaning birinchi kuni mushu bilim xazisining bir qatimliq suhbat yig'inidan keyin matbuotga mundaq ko'rsatdi. Gerçi men Tillerson'ning so'zlaganlari Amerikaning Tayvan, Janubiy dengiz ve başka Jungo, canıcan menfaatim deb ataydigan meseleler bo'yicha siyasi o'zgargandek ta'sir berdi deb qaramayman. Lekin deydi Lohman. Dikkat qilinglar ma jumlalar hurmatli vatandoshim. Lekin deydi Lohman. Bu so'zlarning alohida ahamiyati bor. Devlet İşler Katibi Tillerson işletken Cungoluk'un sözleri meselen özara hürmet kılış, hemkarlaşıp ortak galbi kılış qatarlıq Cungoluk'un söz ibareleri Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet İşler Katibining ağızdan çıkkanda Jungo tarafga hata ümit bağışlap kelgiside köp meselelerini keltirip çıkırışı, ümitsizlik ve tokunuş payda kılışı mümkün. Kendiniz mi, hürmetli vatandaşım? Şuna muşu taraftan söz açkan Devlet İşler Katibi Tillerson severlik ötközdi. Çünkü o Amerika'nın sözünü sözleş gerek idi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uchrashganda ikki davlat Tayvan meselesida qanday bir taraf qiladi degan masala bo'yicha Lohman mundaq ko'rsatdi. Men Tayvan meselesini ikki davlat rahbarlari muhokama qilmaydi deb qarayman.
Luqman munda ko'rsatdi. Mening hayron qoladiganim shuki, agar Tayvan masalasi bu qatam ikki davlat rahbarlari muhokama qiladigan masala bo'lsa, men buningga hayron qolaman. Jungo tarafning Tayvan masalasini o'tirib qo'yganligidan gumon qilmayman. Chunki biz bilamizki, Jungo rahbarlari Tayvan masalasini o'tirg'a qo'ydi. Lekin men Amerikaning bu masaladagi maydoni o'tmishdikiga o'xshash deb qarayman. Ya'ni Tayvan munosabatlari qonuni va 6 turli kapolatnomani shar'iylashdan iborat. Jungo Tayvanni eg'iz olsa, Amerika Qo'shma Shtatlar Tayvan munosabati qonuni va 6 turli kapolatnomani shar'iylashdan iborat. Undan keyin yana bir masala yetib keldi. Lekin bu masala Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping muhokama qilishga mos kelmaydi. O bo'lsa-mo Tayvanga harbiy qurol yarog' yetib berish masalasi. Endi buning bu xabarning bu leksiyaning, bu parcha leksiyaning negizlik tarafiga diqqat qilinglar, hurmatli vatandoshlar. Endi shuning munosabatli ekan ikkinchi bir xil xabar. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping 4-oyda yuqori darajalikda suhbat o'tkazamdi. Mavzuli xabar 3-oyning 22-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Douglas Powell, garchi davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Beijingni ziyorat qilish mezgilida Jungo taraf bilan har qanday kelishim imzolamagan bo'lsa-mu. Lekin sobiq prezident bosh davrda alohida yordamchi hamda davlat bexatarligi Osiyo ishlari bo'yicha mudir bo'lgan Douglas Powell mundaq hisobladi. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping suhbatiga o'rinlashtirilgan kun tartib davlat ishlar kotibi Tillersonning bu qatam Jungoni ziyorat qilishining natijasidir. Diqqat vatandoshim. Douglas Powell mundaq hisobladi. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping suhbatiga o'rinlashtirilgan kun tartib davlat ishlar kotibi Tillersonning bu qatam Jungoni ziyorat qilishining natijasidir. Douglas Powell Amerika ovozi radiosiga mundaq ko'rsatdi. Men o qo'lga keltirgan natija bu qatam o Jungoni ziyorat qilganda e'lon qilinmagan heliqi bir tarafdir. Kendiniz vatandaşım diplomatiyanın aşkar tarafı oldu ya da heliqi bir tarafı oldu. Douglas Powell nim deydi? Tillerson, davlat ishlar kotibi Tillerson qo'lga keltirgan natija bu qatam o Jungoni ziyorat qilganda e'lon qilinmagan heliqi tarafdir. Diqqat vatandaşlarım. Yani ikki davlat rahbarlari endi chekinib turib fikr qilyapti-da. 4-oyda uchrashganda yuqori darajaliklar suhbatiga o'rinlashtirgan kun tartibdir deb qarayman. Sen Chavshan masalasini, Janubiy Jungo dengiz masalasini, Tayvan masalasini, Sharqiy Jungo dengiz masalasi hamda boshqa strategik masalalar avvalgi kun tartibga o'rinlashtirib olsang, sen mushu masalalarni avvalgi kun tartibga o'rinlashtirib olsang, yana boshqa strategik masalalarni, ondan sen Amerika Jungo munosabatining asosini nima belgilaysan. Savdo yana boshqa hamkorlashadigan diplomatik funksiya qatorliqlar. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Prezident Trump tez orada Rais Xi Jinping bilan uchrashishni umid qiladi. Bu kichik mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi Tonner 3-oyning 19-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson Rais Xi Jinping bilan ko'rishganda bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Tillerson Prezident Trumpning ikki davlat rahbarlarining pat arda ko'rishib, yuz-turani suhbatlashishni, Amerika Jungo munosabatining buningdan keyin mangdigan yo'lini belgilashini umid qiladiganligini bildirib o'tdi. Biz o'tgan so'zlagan leksiyamizda 50 yillik munosabatni hal qiladi bu qatim degan so'z esinglarda bo'lishi kerak vatandoshim. Endi bayonotchi Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi nima deydi? Amerika Jungo munosabatining buningdan keyin mangdigan yo'lini belgilashni umid qiladi bu qatamki uchrashishdan. Douglas Powell davlat boshliqlari yig'ini o'tkazish, lekin yanala bir-birini sinab beqishdi. Mayli Amerika, mayli Jungo ikki taraf davlat boshliqlari uchrashish to'g'risida xabar e'lon qilmadi hozirgacha.
Kennedy Xalqaro Teşviq Fondining muavin boshlig'i Douglas Powell mundaq hisobli. Chunki ikki taraf to'liq tayyorlik qilib bo'la olmadi. O mundaq ko'rsatdi. Men Jungo Amerika davlat boshlig'lari yig'ini o'tkazildiganligiga ishonaman. Men shundoq mo'ljallaymanki, Prezident Trump Tillerson Beijingdan qaytib kelgandan keyin uning bilan so'zlashib, yuqori darajada suhbat o'tkazish arzimda yo'q. Yeterlik yuqori natijaga erishgili bo'lamdi yo'q. Ondan yuqori darajada suhbat o'tkazishni belgilash mumkin. Belki Jungo taraf aldirab va'da bermasligi toki davlat ishlar kotibi Tillerson bir javobga erishguncha, ya'ni Jungoning rahbarlari Amerika Florida shtatiga borgandan keyin ya rahbarlar Amerikada Florida shtatiga borgandan keyin ularning obro'yini tushiradigan bir yuz bermaslik to'g'risida Tillerson bir xabar bermaguncha Jungo rahbarlari yuqori darajalik suhbat o'tkazishga va'da bermasligi mumkin. Douglas Powell'ın qarşısı Amerika Jungo yuqori darajalik suhbat o'tkazishga arziydigan bir ish. Bu orqali ikki taraf o'tirdiki, qo'l tutadigan masalalarni hal qilish. Diqqat vatandoshim, o'tirdiki, qo'l tutadigan masalalarni hal qilish. Zarur topilganda qizil siziq sizish. İxtiloflarni tizginlaydigan yo'lni tepib chiqish. Ko'rdingizmi? İxtiloflarni tizginlaydigan yo'lni tepib chiqish.